Әмді Нұрәли аблызның bir yılınızdaki 8760 saat namlıq əsrinin davamını anıltımız. Kino televizorlardagi bosh qahramonlar har qancha mushkul xatarlik ishlarga yo'liqsa-mu, osonlikcha o'lmaydi. Men oliy maktabga chiqqan yili oramizda rivoyatga aylangan bu o'quvchi 3-qitim al-yul a'lolik salohiyati bilan Beijing universitetiga qaytib keldi. Men uningga yo qoyil bo'lishni, yo uning ishlariga meyqini kulib qo'yishni bilolmay qoldim. 4 yil vaqtni imtihon berib, qo'g'linib, yana imtihon berib, yana qo'g'linib, yana bir qatim imtihon berib o'tkazib. Keyin birdan anglasak, ularning noyisida al-yul a'lo bo'lganlarga 100 ming yuan mukofot berdi ekan. Ha, asli mundaq ekanda. Bu soltak asli xizmat tepvot emasmi? Yillik maoshi o'tiri hisob bilan 50 ming yuanga to'xtaydi ekan. Albatta, bu bir chaqchaq gap. U o'zida bor qobiliyat va yoshirin iqtidorga tayinib, uningdan 5 hassa, 10 hassa, 100 hassa, hatto 1000 hassa ortiq kirim yarata oladi. Halbuki, oltinga bergusiz 4 yil vaqtini ana shundoq isrof qilib etdi. Turmushda nurg'un kishilarning kechirmishlariga qaraydigan bo'lsak, ko'ngilda armon to'la qilgan ishning tayini yo'q degan bir ko'rinishni bayqaymiz. Bundoq oqibat ko'pincha hollarda turkilik yetarli kuch bo'lmaganlikdan, yoshirin iqtidor joriy qildirilmaganlikdan, aplab-saplab kun o'tkazgan pozitsiyada bo'lganlikdan kelib chiqadi. Bundoq bir jumla so'z bor. Oddiy odamni buyuk natijaga erishtirdigini yana majburlanish. O'zingni majburlamasang, qanchalik munavvar ekanligingni mangu bilolmaysan. Amalsiz qolgan chig'imizda ko'pinchimiz jonni olqonga ep qo'yib, chorasini izlaymiz. Mana bu ko'pincha kishilarning to'liq o'tir hayotidagi eng yaxshi holatga yetalayotganligiga sabab. Bu chaqda astronomiya bilimlaridan tortib, jug'rofiya ilmigacha hamma o'rganamiz. Nimani o'rgansak, natijasi shundoq yaxshi bo'ladi. Oliy maktabga xizmatga chiqqanda bo'lsa, to'liq o'tirdikidek majburlaydigan sinf mas'ulimiz, kunda ko'zimizga kirib olgan ota-onamiz yo'q. To'liq o'tirda orzuyimdagi oliy maktabga cho'qim o'tmasam bo'lmaydi deb o'zimizga qasam qilib, aniq bir nishonni tiklaymiz. Ammo oliy maktabda bunday konkret nishon yo'q. Shunday qilib, yoshirin iqtidorimizni borgancha joriy qildira olmaydigan bo'lib qolamiz. Meningcha, jamiyatga chiqqandan keyinmi majburlaydigan odam bo'lsa, bu bir baxt. Shundoq bir sana haqiqiy ko'ngil bo'ladigan, qo'g'daydigan odaming bo'lsa, tabiiy sendan umid kutadi. Umid kutgachga talabni qattiq qo'ydi. Nurg'un erlar xotinlarining majburlashi bilan cho'ng ishlarni vujudga chiqargan. Masalan, ko'pchilikka tunish kishilardan Yuminxu muallim, rejissor Lian qatorliqlar. Yana nurg'un oddiy xizmatchilar boshlig'ining majburlashi orqasida boshqurish qatlamiga chiqqan yoki tayinliq ishdan haydalib, o'z oldiga ega tiklab, yana bir xil usulda o'z qimmatini ishga oshirgan. O'z-o'zingga qattiq qo'l bo'lmasang, butun dunyo sana rahimsizlik qiladi. Majburlaydigan odam bo'lmasa, o'z-o'zingni majburlab, chekinish yo'lini uzvatsang bo'ladi. Men shunda qilib boqqan. Bir qancha yilning oldida o'quvchilarga hamisha eg'izimdagi quruq gap bilanlar madad berib ketganman. Nemishqa an'anaviy harakatim bilan ilhom bermayman deb o'ylab, qattiq chiniqish orqali 49 kun ichida qo'rsoq qismimda 6 parcha muskul paydo qilaman. Agar qilolmasam, bu uchurni tarqatgan har bir odamga 100 yuandan telefon puli qochlab beraman degan mazmunda mikroblogga bayonot nomi chiqardim. Natijada bu uchurni 3700 odam tarqatibdi. Xush bo'laymi, xafa bo'laymi? Agar va'damni ishga oshira olmasam, 370 ming yuan quduq quchib ketish mumkin. Nishonimni ko'pchilikka oshkor e'lon qilib, yana kelib va'da berib qo'yib, chekinish yo'limni butunlay uzib tashladim. Bir er kishi uchun inovatning muhim narsa bo'lmasi kerak. Va'damni ishga oshirish uchun jon tikmay bo'lmaydi. Men to'g'ri go'sht qo'rmasiga bak amroq edim. Lekin 2 oy ichida bir qitimni og'zimga olmadim. Kechda chiniqishdan qaytishimda yo'l bo'yidagi oshxonadan kelayotgan qo'li go'shi o'kirisining mazligini purab, cho'pini yemasammi, suydan bir chin ichib olaymikin deganlarni o'yladim. Lekin oxirida yana o'zimni tutib oldim. Komandorga munosabati bilan poyezdga o'ltirgan chaqlarimda o'rindiqlar orasida bo'sh yerda birdam yer beg'irlab, birdam qursa qatlayotganligimni kishilar ko'rib turdi. Ular balki meni qolisidan ketgan o'xshaydi deb qolgandi. Leksiya orliqidagi damlash vaqtlarimdami biror joyni tepib, birdam chiniqib olatdim. Mening bu qiliqlarimni ko'rganlar, bu adash to'kishibdi,
saqishdan umid qolmabdi deb o'ylagan bo'lishi mumkin. Ammo 49 kun vaqt to'shib, qursiqimda 6 parcha muskul paydo bo'lgan chaqda meni haqiqiy xushal qilgani boshqalarning maqtashlari emas. Balki qalbimda g'alaba qildim, o'rinliqimni bo'ysundirdim deb jar solgan chaqdiki, o'zini e'tirof qilish tuyg'ulari bo'ldi. Bu xil o'zini majburlash ro'yini amalsizlik deganni ko'ra, o'ziga mas'ul bo'lish degan tuzuk. Odamga nisbatan aytganda, haqiqiy iqtidorini, kuchini namoyon qila olgan, zaiflik va xomxiyoldan qutulib chiqa olgan vaqtida faxrlanishga, o'zini muayyanlashtirishga arziydi. Biror ishda utuq qozonmoqchimisiz? Undaqda so'rab boqay. O'zingizni majburlay olamsiz? Odishib qolganda hayot qilishning birinchi qonuni. Ko'lami 7 million kvadrat kilometr keladigan Amazon issiq balbog' yomg'irliq o'rmonligida ezib qolsangiz, qutulishning qanday usulini tanlagan bo'ladingiz? Meningcha ko'p qism odamlar bunday qiladi. Oldi bilan yegili bo'ladigan lekin narsani yeb, jonni saqlab turdi. Shuning bilan bir vaqtda normal dunyoga qaytib ketishning yo'lini izlaydi. Hatto Discovery kanalining 1-nomerlik dalada yashash mahiri Bill Gilliasni to'rab, yegili bo'ladigan yo'l o'simliklarni tepib yeb, jiningizni imkon qadar uzoqroq saqlab qolishga tirishishingiz mumkin. Agar siz shunday qilgan bo'lsangiz, muborak bo'lsin. Uzoqqa qolmay bu dunyo bilan mangulik xo'shlashqudaksiz. Amazon yomg'irliq o'rmonligida hayot qilishning birinchi qonuni imkon qadar o'rningizni jim turish, qolaymaqon mangmaslik. Men bu gapni o'zim deb olgan emas, balki issiq balbog' o'rmonligida 20 necha yil sayohat yetakchisi bo'lgan yerlik bir do'stimizning og'zidan anglagan. Bultur shu yerga sayohatga berish fursati bo'lib qolib, sayohat yetakchimiz Nigel bir do'stimizning xatarli hikoyasini so'zlab bergan edi. Uning bu do'sti nihoyat tajribali sayohat yetakchisi bo'lib, 10 necha odamni boshlab ketib etib, ehtiyotsizlikdan ezib qopti. Shuning bilan zarur bo'lgan bir qator qo'g'dinish va bexatarlik tayyorligini ko'rib qo'ygandan keyin sayohatchilarni yo'g'on bir tub daraxtning tubida saqlab turishga qoldirib, o'zi yolg'iz yo'l izlab menib ketibdi. Ammo qiziq yeri, sayohatchilar bir o'rinni medirlamay saqlab turganligi uchun 2 kunga bormayla qutqizish atirti ularni tepib olibdi. Lekin yiliqi tajribali sayohat yetakchisi o'rmonlikda 2 hafta ezib qilib, oxir orom deganda hayot qaytib chiqibdi. Ammo shundan keyin xomushlik kasaliga giriftor bo'lib qolib, o'rmonlikdan qo'rqadigan bo'lib qopti. Hamda o'zi yaxshi ko'rgan bu kasbdan mangulik voz kechibdi. Sabab nihoyat oddiy. O'rmonlik nihoyat cho'ng. Mo'l tajribali sayohat yetakchisi bo'lgan taqdirdami, yolg'iz o'zingizning kuchiga tayanib qutulib chiqmoqchi bo'lsangiz, muvaffaqiyat qozonish nisbati o'rningizda jim turib, qutqizish atirtining kelishini kutganchilik bo'lmaydi. Kinolarda ilhom baxsh hikmat Durdonlarda, naqshlarda tirishqandila natija qozong'il bo'ladi degan bir qoidani so'zlaydi. Bizmi butun kuchimiz bilan tirishqanligimiz uchunla g'alaba qila olamiz deb o'ylaymiz. Lekin ko'pincha hollarda undaq bo'lmaydi. Ba'zida qancha kuchsingiz, shuncha echinishlik mag'lub bo'lasiz. O'qituvchi bo'lish sifatim bilan mening eng qo'rqadiganim boshqalarga qarg'ulacha, ahmoqlarcha ilhom bermoqchi bo'lish. Faqat tirishchanliging yetarli bo'lsa, Mayun, Bill Gates, Buffettlardek bo'la olaysan degandek gaplarni deyish, ma'lum ma'noda aytganda aldamchilikdan boshqa narsa emas. Har qatim boshqalarning maqtab setish tipidagi ana shunday lisiyalan so'zlayotganligini ko'rsam, munbarga yugurib chiqib, og'zini plastir bilan yamlatkim kelib ketadi. Shunday gaplarni davatgan odam o'zi cho'qim undaq qilmaydi. Albuki gapning ziyniga uchrab ketgan ko'p qism yoshlar shunday gaplarni hikmatlik iboralar, aqllar durdonisi qatorida ko'rib, o'zini to'xtamay tirishishga rag'batlantirib turadi. Texmi qattiq tirishidi. Mag'lubiyatga yo'liqsa, tirishchanligim yetarli bo'lmabdi deb o'ylab, davomli tirishidi. Albatta, men tirishmanglar, osonli voz kechinglar, o'liminglarni kutib turinglar demoqchi emas. Mening demoqchi bo'lganim, tirishchanlikka qaraganda texmi muhim bo'lgan bir narsa bor. U bo'lsa-mu, yo'linish va usul. O'zimning o'rganish va o'sib ketish jarayonidagi tajribalarimga asosan, putuq qozonishning mundaq bir tanlamasini yakunlab chiqdim. Ya'ni tuvandikicha. Tirishchanlik ko'paytirilgan usul, ko'paytirilgan yo'linish tam muvaffaqiyat. Bu formulada yo'linishning qiymati -1 dan 1gacha bo'ladi. Shunga agar yo'linish to'g'ri bo'lmasa, har qancha tirishsak, shuncha mag'lubiyatlik natijaga erishishimiz mumkin. Usulning qimmat erish doirasi 0 dan 10gacha bo'ladi.
usul to'g'ri bo'lmasa, yo'nalish to'g'ri bo'lgan tirishgan taqdirdami, ko'ngildagidek natijaga erishmak tas. Usul to'g'ri bo'lsa, oz kuch bilan yuqori unumga erishgil bo'ladi. To'g'ri usul yerim g'alaba bo'lsa, nomuvofiq usul bizni hasilab mag'lubiyatga boshlaydi. Tirishishning darajasining qimmat ilish doirasi 0 dan 10 gacha. Yo'nalish to'g'ri bo'lib, yaxshi usul qo'llanganda tirishchanlik bilan natija 10 tanasib bo'ladi. Ya'ni qancha tirishsak, shuncha zo'r utuqqa erishgili bo'ladi. Bu 3 omilning ahvoliga qarab, natija -100 dan 100 oralig'ida bo'ladi. O'rmonlikda qutqizilgan odamlar yo'nalishini to'g'ri belgilagan. Yaxshi usul qo'llangan bo'lg'achqa, ancha kuchab ketmagan bo'lsa-mu, nihoyat qisqa vaqt ichida muvaffaqiyatli holda qutqizilingan. Aksicha, mening sayohat yetakchimning do'sti garchi nihoyat zo'r tirishchanlik ko'rsatgan bo'lsa-mu, yo'nalish va usul xato bo'lganlikdan 2 haftada aran qutulib chiqqan. Turmushdimi, xizmatdimi shundoq. Haqiqiy utuq qozong'uvchilar yo'nalish va usulning to'g'riligi bilan tirishchanlikni birlashtirgan odamlar bo'lib chiqadi. Undaq bo'lmaydi ekan, muvaffaqiyat eshigini echish basin mushkuldir. To'liq o'tirda Malika Xotira deb nom chiqargan bir qiz saboqdishim bor edi. U konspekt yezish, xotira qoldirishda maktabimizdagi o'qituvchi o'quvchilarning birdek e'tirof qilishiga erishgan. Aslida xili qilin xotir daftarni yezib to'shqizgandan keyin aslidikining 2 haschilik qilin bo'lib ketadi. Mashq daftariga cho'ng kichik varaqchilarni choplab, ustiga savollarning javobi va tahlil qilish usullarini yozib oladi. Dars vaqtida qachonlik qarasangiz beshini ko'tarmay daftarga bir narsani yozadi. Darsdan tushgandan keyin saboqdoshlarining xotir daftarini oriyat elib, ularninkini ratli ko'chirib oladi. U shuncha tirishchanlik ko'rsatsa-mu, imtihon natijasi butun yillikdagi 1100 dan ortiq o'quvchi ichida har qatim muqim holda orqadan sanaganda 35-o'rinda chiqadi. Uning tirishchanligiga munosib bo'lmagan bu natijasi odamni o'ylantirib qo'yadi. Keyin bayqasam, u xotir qoldirganda kallasini faqat ishlatmaydi ekan. Xuddi mashina odamdek yezishni biladi ekan. Savolning javobini hazm qilib boqmaydi ekan. Ya'ni kirib ishni mukammal qilaman deydigan xohishi bo'lg'achqa, birnima qoldirmay yezib olmoqchi bo'ladi ekan. Albuki, bu xil usulning uning o'rganish natijasini yuqori ko'tarishiga qilchi foydasi bo'lmagan. Haqiqiy xotira qoldirish qo'lni ishiltish bilan birga ilib berilishi kerak. Javobning o'zi emas, savolni tizib chiqish kerak. Ko'p qism kishilar dal mushkil savollikni sodir qiladi. Yetarli tirishsalar hamma ish bitidigandek o'ylaydi. Lekin yo'nalish va usulni nazardan saqit qilgan tirishchanlikmi amaliyotda yana bir xil g'ururlikdan iborat. Chunki to'g'ri usul va yo'nalishni tepib chiqish texmi ko'p tirishchanlik, texmi ko'p zehniy kuchni talab qiladi. Albatta, bu xil tirishchanlik orqali erishgili bo'ladigan natijami munosib holda zo'r bo'ladi. To'g'ri usul va yo'nalishning manbasi ma'lum bir o'qituvchi namuna bo'lishimi, ko'p yillik tajriba saboqlarining yig'indisi bo'lishi mumkin. Tirishchanlik, to'g'ri yo'nalish, to'g'ri usul bilan birlashganda odamni muvaffaqiyatga ilib boradigan kuchga aylanadi. Ingliz tilining navbatdagi muhimligi shubhasiz haqiqatga aylandi. Lekin nurg'un kishilar bu tilni yaxshi o'rgana olmaydi. Boshlang'ichdan toki to'liq o'ttirini bitkizguchi bo'lgan 12 yillik ma'rif jarayonida jungochi alohidlik ega ingliz tili, ya'ni gachi ingliz tili hodisasi shakllanib qolgan. Nurg'un kishilar imtihondan yuqori natija olgani bilan ingliz tilini haqiqiy aloqa quroliga, fikr almashtirish vositasiga aylantira olmagan. Men bir ingliz tili o'qituvchisi bo'lish sifatim bilan shuncha ko'p o'quvchilar shuncha ko'p yil tirishib o'rganib turibmi, nima uchun so'zlay olmaydi degan masalani uzoq o'ylandim. Nurg'un kishilar hatto maxsus ingliz tili eg'iz tili sinfiga tizimlatadi. Necha qarar o'qiydi, nurg'un mashq savollarni ishlaydi. Ammo yana so'zlay olmaydi. Mening qarashimcha, ingliz tili eg'iz tili o'rganish suv o'zishni o'rganishga o'xshaydi. Suv o'zishni o'rganishning birinchi qadami nima deb so'rasa, ba'zilar nafaslanmay turish desa, ba'zilar tamponliq deydi. Hatto ba'zilar kiyim silishmi deydi. Bularning hammasi bir oz qiziqchilik aralashib ketgan javoblar. Ammo bular ancha muhim emas. Suv o'zishni o'rganishning eng muhimi shundaqla birinchi qadami suvga tushish. Suvdan qo'rqish psixikasini yengish. Masalan, suv o'zish sinfiga tizimlatdingiz. Muallim turli suv o'zish bilimlarini so'zlab berdi va har xil harakatlarni ko'rsatib berdi.
hatto siz uyingizga qaytib suv uzish bilimlaridan taqlidiy imtihon savollarini ishladingiz. Suv uzishning salomatlikka bo'lgan foydasi degan temada maqolani yozdingiz. Oxir o'zingiz ishlagan taqlidiy imtihon savollarini opangizga ko'rsatib, "Apa, men to'liq nomer oldim" dedingiz. Opangiz sizga, "O'g'lim, nima degan qaltis? Qani uzib boqina" dedi. Siz opangizga, "Uzalmayman, men faqat poldul uzalayman" deysiz. Bu misol sal bema'ni bo'lishi mumkin. Lekin ko'p qism jungoliklar eg'iz tili o'rganishda dal mushkil usulni tanlaydi. Ya'ni suvga tushmaydi. Til o'rganishi nisbatan aytganda eg'iz ochganingiz dal suvga tushganingiz. Eg'iz tili mashqida eng muhimi talaffuz emas, so'zlikmi emas, balki eg'iz echish. Har kuni yarım soat yotqa yoki agishib o'qib bersangizmi, yarim yil izchillashtirib davomlashtirsangiz, xilli unumini ko'rsiz. Ingliz tilining eg'iz tilini o'rganmoqchi bo'lganlarga nisbatan mana mushu nuqtani bilganlik to'g'ri yo'nalishni bilganga barobar. To'g'ri yo'nalishni bilib olgandan keyin to'g'ri usulni izlaymiz. Uzun yillik o'rganish va amaliy tajribamga asosan eg'iz tili mashq qilishning mundaq 3 usulini yakunlab chiqdim. Birinchisi, chet ellik do'stlar bilan paranlashish. Eng yaxshisi Amerika, Angliya, Kanada, Yangi Zelandiya qatorliq davlatlardan kelganlar bo'lishi kerak. Talaffuzning ozroq benormalligini hisobga olmaganda Hindistonlik do'stlarmi bo'ladi. Chet elliklar bilan paranlashib eg'iz tili o'rganishning afzalligini so'zlab o'ltirmasaqmi bo'ladi. Passiv taraflarga kelsak, biri sharoit masalasi. Ya'ni chet elliklar oz. Har kimning yanida birdan chet ellik bo'lishi mumkin emas. Ya'ni kelib ba'zi chet elliklar haq oladi. Yana ba'zilari o'zini gap qilib, sizga gap bermaydigan bo'lg'achqa, so'zlashni mashq qilaman deb chiqib, to'liq hollarda anglashni mashq qilib qaytib kelasiz. Ikkinchi xil usul. Ingliz tilida suhbatlashish. Yotoqdoshlar ingliz tili o'ltirishi deganda shakllar orqali do'stlar aro so'zlab mashq qilish. Ikki jungolik o'zaro inglizcha paranglashsa unumi bo'lamdi deb so'rashingiz mumkin. Cho'qim bo'ladi. Yana kelib unumi nihoyat yaxshi bo'ladi. Chet elliklardan paranglashganda hammamiz mazmuniga diqqat qilamiz. O'zaro paranglashganda bo'lsa, qarshi tarafning grammatiki xatoligiga bakrak diqqat qilamiz. Shuni unumi texmi yaxshi bo'ladi. Ammo bu usulni qo'llanish uchun psixikangiz nihoyat kuchli bo'lishi kerak. Chunki boshqalar inglizcha paranglashayotganligingizni ko'rsa, mansitmaslik nazari bilan qarashi mumkin. Uchinchi usul. Men ingliz tilida ravon so'zlash maqsadiga yetish va 5 xil tilni so'zlaydigan bo'lish nishonimga yetish uchun qo'llangan usul. Ya'ni sizga 24 soat hamroh bo'la oladigan, har vaqt sizni tushunadigan, quloq silib anglaydigan birni tepish. Shundaq. Bu odam dal o'zingiz. O'z-o'zingiz bilan paranglashishni, o'z-o'zingizga gap qilishni o'rganib oling. Bu amaliyotda men o'ylab topgan usul emas. Ingliz tili ona til bo'lmagan sharoitda ingliz tilida ravon so'zlaydigan holatga yetgan kishilarning ko'p qismi mush usulni qo'llangan. Qandaq vaqtda o'z-o'zimizga gap qilamiz? Yolg'iz qolganda. Odatda sahardan kech kirguchi bo'lgan orliqda bir odamning yolg'iz qoladigan vaqti bo'lamdi. Hozirgi kishilarda yolg'izlikdan qo'rqish kasalligi eg'irlab ketdi. Hamon birasining hamroh bo'lishini istaymiz. Hatto tomoq yeginimi, hojatga chiqilmi hamroh izlaymiz. Bu yerdagi yolg'izlik moddiy va ma'naviy jihatlarni o'z ichiga oladi. Yoshlar hamisha yon telefonidan ayrilmaydi. Patpatlar har xil aloqa detallarni echib, boshqalarning holatini tushunmoqchi bo'ladi. Bundaq ahvol odamning zehnini chechib etadi. O'zim bog'da, ko'nglim tog'da degandek holat shakllanib qoladi. Xuddi Paddington nomli filmda aytilganidek, to'g'risining ostini o'y deb o'ylaymiz, ammo tenimiz turgan bilan ruhimiz allaburun ketib qolgan. Telefonni bir chetga qo'yib, har kuni yarim soat yolg'iz vaqt chiqarib, o'z-o'zingizga inglizcha gap qiling. Kapolat beramanki, yarim yildan keyin inglizcha eg'iz tili saviyangiz zo'r darajada yaxshilanib ketadi. To'g'ri yo'nalish va yaxshi usulni tepib olgandan keyin biror ishda g'alaba qilishdan amaliyotda uncha tas emasligini bayqaymiz. Chunki bu chaqda biz eng tas qismini hal qilib bo'lgan bo'lamiz. Muvaffaqiyatdan yo'nalish ko'paytirilgan usul, ko'paytirilgan tirishchanlik. Bu formula qarmoqqa bakli oddiydek ko'rinadi. Lekin uning roliga hargiz sal qarmang.
Men ba'zida bu formulaning so'l tarafiga o'zimning yo'nalishi, usuli, tirishchanligining qimmatlarini to'ldirib, qilayotgan ishimda utuq qozonish nisbatini hisoblab boqaman. Ba'zida formulaning o'ng tarafiga bir ishda qo'lga keltirgan natijamning qimmatini yozib, yo'linish, usul va tirishchanlik qatorliq halqalarning qaysida masala ko'rilganligini ta'tir tekshirib boqaman. Bu orqali masalaning zodi nadiligini osonroq tepib chiqilib bo'ladi. Mushundaq usullardan foydalanib, to'xtamay yakunlash, xatoliklar ustida o'ylanish orqali har holda oz-to'la natijaga erishdim. Agar bu kitobni o'qiyotgan bo'lsangiz, sizning mushu formulani xizmat, o'rganish va turmushingizda o'zingiz qilayotgan har bir ishda astoydillik bilan qo'llanib yiqishingizni, uni turmushingizdagi kam bo'lsa bo'lmaydigan muhim bir kompas qilishingizni umid qilaman. U sizni to'g'ri yo'nalishga, to'g'ri usulga, to'xtamay tirishchanlik ko'rsatishga